eng arzonida, eng arzon narxda Volkswagen Elavida elektromobili 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Bularning ko'pi 19, uzog'i 20 bo'ladi. 21 kam uchraydi o'zi. 2021 ekan, kraskalari top-toza ekan, hech qanaqa ishi yo'q, holati zo'r. Chotki mashinada otdilar, bemalol ko'rib tekshiraverarsizlar. Labo'ylarda ham trashina ko'rmadim. Tanib turibdi, radnoy labo'y, spiralli o'ziniki. Xo'p, salonlarning holati ham tinib turibdi. Polikli solingan. Hamma opsiyalari ishlar ekan, hech qanaqa kamchiligi yo'q ekan. 83 ming bo'libdi probegi, multirulli. Salonlari ham tinib turibdi. Asosiysi 2021, kraskasi toza ekan. Hozirgi kunda bemalol 200 kilometr yurib beryapti deyaptilar. Batareykalari ham yaxshiligini bildiradi bu. Hamma yog'ini bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Eng arzonida olib maza qilib haydashinglar uchun bu mashinani 11300 ga beraveramiz, ulgurib qolinglar. Bosinglar.